Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar, hurmatli qattoluvchilar, qandaysizlar? 2026 yil 3 fevral Botqon oblast Qadamjoy rayon Ayrivas Ayıl aymog'idagi markaz mol bozori. Bozorda bo'lib turgan buqa, torpoq, o'spirimlarning bo'lishuncha realdu bolalarni ko'rib turibsizlar. 260 ming so'm, 130 ming so'mdan berib aytasan. Bir yaşa jetelik ha? 2 yaş bolayını qo'yma. Qancha boqding? 2 ay bo'ldi. Tug'anlar 2 aydan beri boqib o'tirdim deydi. 160 ming so'm, 130 mingdan 260 ming so'mga o'shul Allah buqa ko'ni sotmay yotibdir. Dehqonning o'zi. Boqma buqalar 150 kilogram et berib aytdi, biroq 130 ming 200 kilogram etning ақшасы bo'ldi. Ondan kelemiz tuğanlar buna buqani ko'ringizlarchi. 148 ming so'm bo'ldi. 148 ming so'mga olindi. Tuğanlar buldan 200 kilogram et berib aytdi. Biroq 148 ming so'm baho bo'ldi. Bozorda baho beringizlarchi bunun. Tuğanlar buna 180 ming bo'ldi. Bu 200 ming ken. Ular ko'ringizlarchi, baho beringizlarchi. Ya mana buqa qancha bo'ldi aka? 110 ming ken bor. Bozor qancha berdi? Em berdi. Ta buyursan. Odasi Munat, kel. 110 ming ken bor ekan. Qanchadan olmaz buqalar? Qaysil 85, buna 85 ekan, kishnilar, buna 95. 5 ay 6 oylik buqa turpoqdir ha, jashiga jetilek. Bozor qanchadan berdik ha? Nega berib? Ha. 75 ga berib aytasan. Narqancha? Suraylik buqa turpoq. 95 ming so'm mana buqa keyin bor ekan. Tuğanlar ko'ringizlar, nazaringizlar buringizlar. O'zingizning jaydari buqalar. Nega tuğanlar? Qancha berdi bozor? Bozor berdik. Bozor savdo qilgan yo'q. Yaxshi. Ömür qancha buni olay? 110 ming so'm. Keyin bor. Qancha berdi bozor? 100 ga yo'l surayotadi. Qancha surayotadi? 2-3 ming ken bo'ldi. Öttü sonun yerinden. Berekesin versin. Onlar Uşul urgaçı Kunacın soda oldu. Kança oldu? 72 ming so'm. Bereket u aka. Kuba kança oldu? 72.500 so'm soda oldu. Boyu 1.5 tegereginde Kunacın. 1.10'ga jetpegen berib aytadi. Buna buqa qanchaga bordi aka? 103 ga bordi. 2 ta berdi. 103 ming so'm. Yashir bo'ptir ha? Mayli. Yaxshi. Biraz mehnat qo'ysa yaxshiroq topib keta turgan buqa ekan biroq. Buna buqani bosnachi 200 ton turpoqdi. 125 ming kam bor. 125 ming ken bor. 115 ni tegereydi boyu. Bojumol menen 125 ming ken bor. Qancha berdi bozor? 115 ga bo'lavdi, 115 ga qo'yasan dedi, qo'yib qo'yim dedi. 115 ming so'mga qo'yib qo'ydim. Yaxshi. Nosincha? Bu meniki emas, mashul meniki. Ana meniki. Qaysil? 100 ming kam bor. Non 100 ming ken bor ekan tuğanlar. Ularning jashi mana bir jash, mana bir yarim jash ha? Bu paltarashga, narigi bir jashga yaqinlab qol, bir jashardi. Tuğanlar jonboshlarini ko'rib qo'ysa. Buqani olganda tuğanlar men sizlarga bir sekretni aytaman. Mana jonbosh salalari ochiq bo'lib, jonboshlari yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'laveradi tuğanlar. Ana buningda terisini qarmaganingizda terisi yumshoq bo'lsa,
Ошол бука жакшы оң болушка себепкер болот. Силерге бир секретин айтып кетейин. Тебет экен дагы. Тепсе дагы силерге тартып көргөзүп койдук. Кайсы? Мабу. Канча болуптур? Qancha so'radi aka bundan sizlardan? 96. Ana shuni olib qo'ying ana shuni. Siznikimi? Ha, berdik. Qancha bunun bahası? 112 mingga sotdim buni. 112 mingga sattыңызбы? 120 ga oldim, jashir bo'lib 8 ming arkasiga sotdim. 120 mingga tug'anlar ушул буканы алган экен, яшир болуп калганына байланыштуу 112 миң сомго сатылыптыр. 8 миң сом, 8 миң сом аркасына сатылыптыр, Mana bor, mana shu. 112 ming so'm bo'pti. Mana bilbedingizlar pulni? Buni puli 115 deyapmiz. 90 so'rashdi. 90 mingga berib aytasiz. 115 ming keyin bordi otasi. Ha, yaxshi. Yaxshi, berekesin bersin. Tug'anlar mana 125 ming so'm bo'ldi ekan. Berilmayapti. 150 ming so'm keyin bor deydi. Buni teni sog' ekan. Tug'anlar kanalda bo'lishuncha qo'lda o'retinde подписка knopkasini bosganni unutmangizlar. Sizlarga yaxshi buqalardan tortib chiqarib turamiz. Mana so'raymiz-da, qancha bo'ldi buni ol? 70 ming so'm bo'lib tur tug'anlar. Ushul Shivis torpoq ekan ama, yaxshi ekan. 4-5 oylik torpoq, biroq bosi qimmat bo'ladi, ton tozalar tug'anlar. Qanchaga berilmedi? Aldыңmı 70'e? 70'e alınıptır. Yaxşı. Buna qancha ekan? 65 ming so'm keyin bor ekan. O'zizning tedari bu qator to'xtar. Bahodir aka qanchalar bular? 65 ming so'mdan keyin bor. Tug'anlar ayrivoz aylaymaganda bugun buqa to'ltira. Buqalar paçka buqalar to'ltira, biroq savdo yo'q, savdo sus. 65 ming so'mdan kemi bor. Bu qayerdan keldi? O'zgundan keldimi? No'qatdan kelibdir, ha? Terilibdir bor yo'qdan. Qanchadan beri tat bozorlar? 58-60 ga yaqin savdo bo'ldi. Qiziqqanlarga nomer aytabizmi? Ayting. 0770 01 3907. Buqa torpoqlar yoqsa baylanışıp ko'rasizlar. Qaysin? Bo'ldi buna. Tug'anlar mana ekan, buni ko'ringizlar. 66 mingdan savdo bo'ltatgan berilmayaptir buni aka. Hozirgi nomerga chalaverasizlar bularni. Konsultatsiya olish uchun. Qanchadan bular aka? 95 dan qanchadan berdi bozor? 91 dan berib edingiz. Mana 4 ming razницасын 4 ming ele qo'yib aytib qo'yibdir. 91 ming so'mdan berib o'tdir. 95 ming so'mdan keyin bor ekan. Bir yoshga yaqindagan buqa torpoqlar. Mo'g'lar qanchadan ekan aka? 70 ming so'mdan keyin bor ekan. Tak bu yerda. Azamat aka qaysi savdo bo'ldi? Bo'ldi, esep. Mo'g'lar qanchadan ekan aka? 65 ming so'mdan kemi bor ekan. Tak 65 ming so'mdan keyin bor ekan. Tug'anlar bu qator poqtir. Bundan kelamiz. Qanchadan ekan bular aka? 60 ming so'mdan. 4 ha? Anam qancha? Monda qilib chiqarib. Aytır bosni ashka. 70 kam bor ekan bular. Tug'anlar buni cho'ngi 70 ming keyin bor deydi. Bunisini 60 ming so'm keyin bor. Qanchadan berdi bozor? Berib atat bilmayman deb o'ta son. Onlar bundan dehqonlar olishadi. Savdo o'ta kuch. Bozorda paday ham ko'p, olarmandagan ko'p. Sonda o'ta ko'p ekan. Ha. Qancha bo'ldi ham buni aka? Qunajim bu? Qancha puli? 46 berib edingiz. 46 mingga berildi. 135 bo'ldi bu. Tug'anlar mana bozordan chiqqan real dolar 135 ming so'm. Mana o'ynab turadi. Selpildeb buqa torpog'i bilan ekan.